Assalomu alaykum hamma akajonlar. Mana bu Nexia 3 saloniga qittigina to'yning chaqirdik. Hozir o'zlaringiz ko'rib baho berasizlar. Barlar ham qo'yganmiz. Qancha zavod qildi? Mana shunaqa assenlar qilib edik. Tablo 4 ta eshigiga mana shundan terdik. Bu hammasi telefon bilan boshqariladi, ranglar o'zgaradi. Barcha ham chokka o'tirgan. Agar haydaganlaringizda mana shu narsa xalaqit besasizlar, misol uchun mana bu knopkalar ham podsvetkalarni yonib-yon qilganmiz. Xalaqit besa agar mana bu yerda knopka blokirovkasini bossangiz, mana buni. Mana hammasi o'chadi. Yana agar shu blokirovkani bossangiz, polni salon boshqatdan yonadi. Kim mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilaveringlar.